2026-yil Hikmat Travel orqali Umra safariga borish narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa shu video sizlar uchun bo'ladi. Videomizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Yangi reyslar qo'yildi deyilyapti. Abdug'affor akadan endi to'liq ma'lumotlarni olamiz. Sizlardan bittadan like bosib qo'yasizlar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, xudo xolasa yangi reyslarimiz qo'yilibdi. Bitta obunachilarga tushuntirib bersiz. Xo'p bo'ladi. Yangi reyslarimiz Toshkent Madina, Namangan Madina, Farg'ona Madinaga reyslarimiz qo'yildi. Iyul oxiri va avgust boshi kunlariga. Chislolarni aytib o'taman, xudo xolasa. Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha 29-30-iyul kunlari reyslarimiz bor. Bularning narxini $900 dan qilib beramiz. $900 dan Toshkent Madina 29-iyul, 30-iyul. Xo'p, avgust oyiga Toshkent Madina reyslarimiz 5-6 avgust kunlari bor. Buni narxini $930 qilib beramiz, xudo xolasa. Demak, aloqaga chiqinglar, joylarni bron qilsalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa. Xo'p, Namangan Madina yo'nalishi bo'yicha 29-iyul kuni reysimiz bor va 5-avgust kuni reysimiz bor. Buni narxini $930 qilib beramiz, xudo xolasa. $930. Yo'q, Namangan ham bizga go'zallik qiladi. Biz Farg'onadan uchmoqchimiz deydiganlar uchun vodiy reyslarimiz ikkinchisi Farg'ona Madina bo'ladi. Farg'ona Madinada 30-iyul kuni reysimiz bor, 6-avgust kuni reysimiz bor. Xo'p, bularning narxini ham $930 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Gap yo'q, xudo xolasa. Sanalar shular bor. Sanalarimiz shu, narxlarimiz shu, xudo xolasa. Oyda oxiri, iyulda oxiri, avgust boshiga bo'lyapti. Bemalol aloqaga chiqib, joylarni bron qilsalar ham bo'laveradi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa avgust oyini qolgan sanalariga keyingi videolarimizni chiqarib borishga harakat qilamiz. Hozir mana oyda oxiriga aytdik, avgustda boshlanishiga aytdi. Endi sharoitlarimiz qanaqa aka? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa o'shanga tushasizlar, xudo xolasa. Lekin avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga olgan, xudo xolasa. Xo'p, 50 bosh xizmati aeroportdan iloji boricha billa borib, billa keladi 50 boshimiz. Xo'p, keyin firma tomonidan yana kamzil, so'mka, bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Har bitta odamga 5 litrdan beriladi. 5 litrdan beriladi. Gap yo'q. Xo'p, to'lovlar qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun to'lovlar yo'nalishimiz xohlasalar ofisimizga kelib to'lov qilinglar. Xohlasalar onlayn joylarni bron qilishlaring ham mumkin. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarda bor, Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xo'p. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol onlayn joylarni bron qilsalar ham bo'ladi. Rasmiy hisob raqamlarini beramiz. O'shanga qandaydir jindekkina zakolash uchun summalar tashab, pasportlarni tashab berasizlar. Joylarni bron qilib, aeroportda biletlaring, gastitsadagi joylaring hamma yo'l tayyor qilib qo'yamiz. Aeroportga borib, hisob-kitob qilib uchib ketsa bo'ladi, xudo xolasa. O'zlarini haliga yaqin bo'lgan aeroportdan, Namangandan hozir reysimiz bor edi, Toshkentdan bor edi, Farg'onadan bor edi. Andijon endi qo'shiladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Keyingi videolarimizda kuzatib tursalar, agar qo'shiladigan bo'lsa, sizlarga yangiliklar bilan o'sha narxlarini, sanalarini hammasini aytib o'tamiz. Menimcha to'liq ma'lumot berdi degan umiddaman. Agar qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib qo'rasizlar. Abdug'affor akaning o'zlarining nomerlari qo'ldan kelgancha xudo xolasa sizlarga ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilishadi. Bu videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar, aytib o'tganimdek, birinchilardan bo'lib videolarimizni ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Umra safariga bormoqchi bo'lganlarga bu videomizni yuborib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha